6 oktyabr kuni soat 21:45 da Sevimli tuvda Rangsiz gullar serialining 45 qismi namoyish etiladi. Ushbu qismda asosiy qahramonlarning hayotidagi yangi burilishlar va sinovlar ko'rsatiladi. Serialning har bir qismi tomoshabinlarni o'ziga jalb etib, ularni voqealar rivojiga qiziqtirib qo'yadi. Rangsiz gullar seriali insoniy munosabatlar, muhabbat va xiyonat kabi mavzularni chuqur tahlil qiladi. Har bir qahramonning ichki dunyosi va qarorlarining oqibatlari tomoshabinlarga katta ta'sir o'tkazadi. Serialning har bir qismi yangi sirlarni ochib, tomoshabinlarni hayratda qoldiradi. Agar siz insoniy munosabatlar, dramalar va hayotiy hikoyalarni sevuvchi bo'lsangiz, Rangsiz gullar serialining 45 qismiga albatta e'tibor qarating. 6 oktyabr kuni soat 21:45 da Sevimli tuvda bo'lib o'tadigan namoyishni o'tkazib yubormang. Har bir gul rangli bo'lishi kerak edi. Ammo ba'zilar hayotdan rangini yo'qotgan.